sun'iy intellekt videograflarning kuchini olib qo'yishi qanchalik haqiqatga yaqin. Videografiya asosan ijodiy soha bo'lganligi sabab katta qismiga ta'sir o'tkaza olmaydi. Har bir jamiyat, voqea, tarixiy kontekst o'ziga xos ahamiyatiga ega. AI esa tayyor templatelar asosida ishlaydi. Bu degani qahramonning kayfiyatini, voqeani yoki videoni ruhini yetkazib berishda ma'lum to'sqinliklarga uchraydi. Say it louder. I've abandoned my child. I've abandoned my child. I've abandoned my boy. Kompaniyalar uchun esa har bir brendning o'ziga xos ko'rinishi mavjud. Maxsus standartlari, ranglari, belgilari bor. AI dan esa buni his qildirib berishni kutish noto'g'ri. Lekin ma'lum bir reklama roliklari yoki bo'lmasa mahsulot ko'rgazmalari uchun foydalanish o'rinli. Editingda qayerda, qaysi joyni qirqishni sun'iy intellekt bilmaydi. Rang berishda ham xuddi shunday. Maxsus shablonlar yoki lutlar bilan ishlaydi xolos. Lekin qayerda yorug'lik berish kerak, qayerda effekt berish kerakligini sun'iy intellekt haligacha bilmaydi. Nima bo'lganda ham bu ijodiy yondashuv bilan ishlaydigan soha. Hamma narsa suniylashib borayotgan bir davrda yaqin kelajak ijodkorlikni e'zozlay boshlaydi.